shunaqa bitta holat bo'lgan. Yosh yigit 3 oy davomida o'sish gormonini olib yurgan, mushaklari zo'r chiqqan, kuch-quvvatga to'lgan, o'zini ideal his qilgan. Lekin 3 oydan keyin ozgina ko'ngil aynish bezovta qila boshlagan. Oldimga kelganda gormonlarini tekshirdik. Shu bilan birga men har doim jigar funksiyasini ham tekshirib ketaman gormon olgan bemorlarda. Jigar funksiyasini tekshirganimizda normada fermentlarimiz 40 gacha bo'lishi kerak bo'lsa, shu yigitni 350. Почти bu sirroz degani-da, qo'pol qilib aytganda. Shunaqa katta dozada o'sish gormonini olib yurgan yigit. Keyin men unga "Sen shu gormondan shunaqa bo'vasan, bu gormonni to'xtatishing kerak" desa, ishonmaydi-da. Yo'q, trenerim aytgan, men buni olganda o'zimni yaxshi his qilaman, bundan emas deb oyoq tirab turib oldi. Amallab uni ko'ndirdik, yotqizdik, jigariga yaxshilab lecheniya qildik. 2 oy davomida gepatologlar, o'sha infeksionist doktorlar bilan birgalikda davoladik. Jigarning fermentlari joyiga keldi, hammasi yaxshi bo'ldi va u sog'lomlashtirish maqsadida yana trenajyor zalga chiqsa, yana unga ukol tavsiya qilishyapti. Feruza opa, sal dozasini kichkinarog'idan qilar ekanman deb menga yana telefon qilyapti. Hozir shunaqa holatlar juda ham ko'payib ketgan. Men shunaqa murojaat qilgan bo'lardimki, bilib bilmasdan o'zingizlarcha ukol olib, qanaqadir gormonlarni olib, o'zingizlarga ziyon qilib qo'ymanglar. Ertaga jigaringizda sirroz rivojlangandan keyin endi bu yerda orqaga yo'l yo'q. Bo'ldi, bir umr shunaqa kasallik bilan kurashishingizga to'g'ri keladi.